Assalomu alaykum. Xo'p, keyingi video qo'llanmamiz ombor modulidagi o'sha yetkazib beruvchi menyusi bo'ladi. Xo'p, bizni tizimimizda o'sha ombor bo'limi mavjud. Bu ombor bo'limi degani mahsulotlar saqlanadigan qanaqadir sklad bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha kerakli produktlar kiritib qo'yiladi. Davolashlar davomida o'sha produktlardan foydalanilsa, o'zi avtomat o'sha tizimdan o'sha produktlardan minus bo'lib boraveradi. Uning uchun o'sha mahsulotlarni omborga kiritib qo'yish kerak. Uni kiritishlik uchun, ya'ni yetkazib beruvchini ham kiritib qo'yishimiz kerak. Ya'ni mahsulotlarni prixod qilayotganda o'sha yetkazib beruvchini ham roli bor. Shuning uchun yetkazib beruvchi roli orqali o'zimizga kerakli bo'lgan yetkazib beruvchilarni ro'yxatini shakllantirib olsak bo'ladi. Buning uchun bunda faqatgina bor o'sha yetkazib beruvchini qo'shishimiz mumkin, uni o'zgartirishimiz mumkin va ko'rishimiz mumkin batafsil ma'lumotlarini. O'chirib yuborish yo'q, chunki buni o'chirsak ichidagi ma'lumotlar ham o'chib ketish ehtimoli bor. Shuning uchun o'chirish amalini olib tashlaganmiz. Hop, buning uchun yetkazib beruvchini qo'shishlik uchun tepada har doimgidek plus yetkazib beruvchi qo'shish degan batton bor. Shuni bosish orqali o'zimizga kerakli bo'lgan inputlarni to'ldirgan holatda yetkazib beruvchini qo'shib olishimiz mumkin. Masalan, ismi yetkazib beruvchini qanaqadir nomi bo'lishi mumkin. Kompaniyaning nomi bo'lishi mumkin. Shuni kiritib qo'yamiz. Mana hozir testoviy ma'lumot kiritib ketaman. Test degan telefon raqami. Hop, qo'shimcha telefon raqami bo'lishi mumkin. Holati doimiy faol bo'ladi. Qo'shamiz. Mana test degan o'sha yetkazib beruvchi ma'lumotlari qo'shildi. Endi buni o'zgartirishimiz mumkin. O'sha doimiy qalamcha orqali kirib, qanaqadir boshqacha ma'lumotlar yozmoqchi bo'lsak, kerakli ma'lumotlarni yozib, saqlashni bosamiz bo'ldi. Ma'lumotlar o'zgaradi. Xo'p, hamma joyda bor, o'sha qidirish imkoniyati bu joyda ham bor. Shu qidirish orqali yetkazib beruvchini nomi orqali ma'lumotlarni topib olsak bo'ladi, ya'ni filtr qilib olsak bo'ladi.